Salom barchaga. Biz hozir 2025-yilning eng yaxshi futbolchilarini ochib ko'ramiz. Bizga qani kimlar tushar ekan bu yerda? Mana ko'rib olishlaring mumkin. Ko'pchiligi bor. Kimlar tushar ekan endi? Bo'lmasa boshladik. Aytgancha, Dallas Streamer kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Qani? Xo'sh. Menimcha yo'q. Kimchadi gap ko'rmikan? Birinchi tushmadi. Ikkinchisini ochaman. Balki endi tushar. Va Angliya. Va xo'sh. 85. Yes, Volkan Troli 87. Vay. Tushmadi. Hozir agentlar qolmadi endi. Olmoqchiman. Ana ko'ramiz. Kim tushadi, kim yo'q. Ko'rdlaring? Olmasin. 2 mingta oshiq. Endi ketganini ochaman. Xo'sh, kimlar tushadi? Portugaliya. Ishqadirroq. Menimcha tushmadi. Nemis tushsa kerak. Men desmayman. Menga tushdi. Молодцы. Bunaqasi bo'lmagan hali menda. Saloh tushdi bitta. Ikkinchisini ochaman. Endi kimlar tushadi? Buni hozir birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, Norvegiya. Holland bor. Menimcha Odegaard bo'lsa kerak. 87. Kim? Torlat. Ochishda davom etamiz do'stlar. Mayli. Yana bir bosib ko'raman. Xo'sh. Eski kadr bo'ldi. Argentina. Argentina futbolchi yo'q edi. Shunday. Yaxshilik qilmoqman. Menimcha yo'q edi. Xo'sh. Dybala tushdi. 81. Ajoyib futbolchi. Yana bir bor ochib ko'raman. Qani, bitta tushib ber. Xo'sh. Portugaliya. Xo'sh. Menimcha tushmadi yo'q. Xo'sh, kim bu? Qarang do'stlar, menda ikkita mendesh bo'ldi. Bu hisob bo'lmaydi ekan. Ochganimiz. Yana bir bor bosib ko'raman. Xo'sh. Portugaliya. Diego Costa. Menga keragi yo'q bunday gapirganlar. Xo'sh. Prime Kane. Nahotki Prime Kane? Yo'q. Olmasin tugadi. Xayr do'stlar. Sizlar bilan ko'rishguncha. Aytgancha Dallas Streamer kanaliga obuna bo'lishni unutmang.